Ovsin tishilmi? Nima yig'layapsiz? Endingi xolam qizlaring to'yi. Bular ko'ynak olib bermayapti. Eski ko'ynagingda ketasan deb. Voy, shuni ham o'ylab o'tiribsizmi? Men yig'ib qo'ygan pullarim bor. O'zim sizga chiroyli kiyimlarni magazinlardan olib beraman. Qani ketdik. Voy, maladetsiz opajon, hozir. Ovsin, Labbi opajon. ro'zg'or qilgani havas do'koniga kirdim. Bolalaringizga pepito pamperslardan oldim. Mazza qilib ishlatasiz. Rosa zo'r pampersda. Voy, rahmat opajon, biram yaxshisiz-da. Ovsin, obedda uxlash biram mazza. Kechqurunga nima ovqat qilamiz? Opajon, siz uxlab turguningizcha manti qilib qo'ydim. Yuring, manti yeb olamiz. Va ketdim, maladesizda ovqatlanib olamiz, ketdim. Voy, opajon, sizga qolib ketdi, ishlar qarashib boraman. Yo, shart emas, siz boring, bolangizga qarang, yig'layapti, men o'zim qilaman. Xo'p, boring. Rahmat, opajon. O'zim qilib qo'yaman hammasini. Xo'p, masalim. Voy, uxlab qolman. Soatam 10 bo'lib qopti. Meni kechirasizlarmi, Ovsinjonlar? Ovsin, biz o'rganib qolganmiz. Biz hamma ishlarni qilib, choylar ham tayyorlab qo'yganmiz. Yuring ichamiz. Voy, buncha modadeysizlar. Sizlarning ham Ovsininglar shunaqami? Güneş parlar bazen